Bilasizmi, bu haqida manaman degan kosmetologlaringiz ham yetishmaydi. Gap nima haqida ketayotgani sizlarga qiziqmi? Ko'pchilik ayollarimiz shikoyat qilishadi kuz kelishi bilan. Organizmdagi so'lg'inlik, holsizlik, charchoq, hafsalani yo'qligi va yana teridagi quruqliklar, sochdagi to'kilishlar, tirnoqlardagi sinuvchanliklar, bo'g'imlardagi og'riqlar, yuzga tez ajin tushishi, shulardan shikoyat qilishadi. Bu holatni yaxshilash uchun siz kollagen iste'mol qilishingiz kerak. O'zi odatda 20 yoshdan keyin kollagen ichishni maslahat beraman. Chunki 20 yoshdan keyin organizmimiz o'zi kollagen ishlab chiqarishni sekinlashtiradi. Shuni hisobiga hozir sanab o'tgan muammolarim sizda kuzatiladi. Agar siz tashqaridan kollagen iste'mol qilmasangiz, siz bu holatda men kosmetologga borib har xil ukolni olib yuzingizni yoshartirasizmi, sochingizni to'kilishini kamaytirasizmi? Bularning hammasi bir teng. Agar siz kollagen doimiy ravishda iste'mol qilmasangiz. Bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, doimo yosharib yurishni xohlovchi tanishlaringizga yuborib qo'ying.